tez olmaydı. 2008 esimde şu Harvard Üniversitesi'nin MIT'den bulab 30 yaqin o'quvchi masalan Qashqarga kelib lager qildi uchun. Shu vaqt bir lager qatnashgan. Bularning qattiq qish yoz vaqtida bo'lgancha, necha olimpikdan burra. Shu yoz vaqtida qattiq adam isib ketgan bir kun sirtda faoliyat qilib billar. Uyg'ur o'quvchilar 30 Uyg'urcha 30 chet ellik. Shuni ular qattiq yotoqqa qaytib, shuni ular bu meningki partner, hamda shu vaqtda bir do'stim, voy men sana Amerikada kelgan choy bor. Men sana demlab beray, voy unda men amroq bunda qattiq maqtab ketdi-ku. Bunu deb ondan keyin yotoqqa berib choy demlab, shuni ular do you want a cup? Degandi. No, thank you debdim-ku. Hamda bizlar Uyg'urlar voy ichimsiz desa yo'q deb tuzut qilamiz shunami? Lekin birdamdan keyin chiqadi-da. İşte demlab chiqqanda o'zi bir stakan choyni qarasam bekpayze qizil choy ekan, o red tea. İchib ketib bordi, hech mana chiqarmak deb 1 minut saqladim, 2 minut saqladim, 3 minut saqladim, qat'iy chiqmadi. Oxirida ussizlik qolgan shu vaqtda. Shundan keyin andan boshqalarim do you want to yes please degan. Shunga ham bu chetlarga qat'iy tuzut qilmaydi. Agar qo'sqin ocholatda masalan uyga olgan bo'lsang, tomoq yemsiz desa, yo'qlam deb qolsang, qat'iy zo'lmaydi. Voy yeysizlar, voy unda qiysizlar, azroq yesil deyotgan qanday desanglar, zo'larga ish faqat hamishalam qoladi. Shunga ham chetlarga agar qo'sqinlar ochgan bo'lsa, yo rasusigan bo'lsa, bir narsa do you want degicha yes desanglar bo'ladi. Do you want degicha yes nima? Agar no deb qolsanglar bo'ldi, qari bombaydi sizlar bilan. Shunga müşakirganda nima desanlar, do you want a cup desanlar? Yes please Christine. Deb shunama, shunama. Netken do you want any sugar? Endi sizga azroq shakar lozimmi? Endi any sugar. O'ganda müşariki sanog'ini bo'lmaydigan ismlarni oldiga any. Yoki sanog'ini bo'lgandan ko'pligini oldiga nima desanlar? Any savol jumlada, savol jumla. Do you want any sugar? Endi bo'lishliqda nimda aytib desanlar some. Shunami? Masalan, I want some sugar. Menga azroq shakar lozim. Endi bu degani, endi menga azroq shakar lozim demakchi, men azroq shakar qo'shib ichaman demakchi. Shunami? I want some sugar. Okay, endi bir savol aylandiganda shu do yordamchi fe'l tayinliq, ya'ni ham egisi hamda do I want deb so'raymiz shunami? Biz qarshi tarafdan so'raymiz. Unda bo'lganda ekan nima desanlar? Do you want any sugar? Some degan faqat bo'lishliq jumlada faqat kinding joyidan keladi. Undan keyin any joyi desanlar, shunga o'xshash, ben yeven joyi keladi. Yoki inkor jumlari. Yes please. Tapta. Do you want any milk? Endi sizga azroq sut lozimmi? Endi sutga kelibdi. Nimda no, thank you. Okay, endi ma sut bilan xo'sh yo'q o'xshaydi. Nimda deysanlar? I don't like milk in my coffee. And I don't like xo'sham yo'q. Nim bilan milk in my coffee. Mana shu qahvarimdiki. Demakchi milk in somebody's coffee degan hamda sutni qo'shash. Demak ham sutni qanday qo'shash desanlar? Qahvaga. Demak, I don't like milk in my coffee. Hamda nima desanlar? Men shu qahvaga sut qo'shash bilan yoki sut ichida bor qahva bilan qo'sham yo'q deydi. Demak, yoqtirmayman degan gap nima? I like bo'lgan bo'lsa nima desanlar? Amroq degan gap-ku. And I don't like milk in my coffee. I like black coffee. Okay, men black coffee degan qanday qahva desanlar? Shu sut qo'shilmagan qahvani black coffee deymiz. Oniki shakar qatimliqsa bo'ladi, qassi bo'ladi. Undan keyin hamda sut qo'shgan qahvani nima deymiz? Masalan, white coffee. White degan shu sutning rangi white shunami? Shunga nima deymiz? Masalan, white coffee. So, do you like biscuits? All right, do you like biscuits? And this is pecheniga amroqmi? Yoki siz yoqtiramsiz desa, yes I do. Mana yes I da adab shunami? Agar no deb bermaydi, bo'ldi, mana bilib olanlar qanday? So, do you want one? Siz birata lozimmi? Amroqmi deb bilan do you want one? Birata qanday? Lozimmi deb. Yes please. Demak, endi avval amroqmi deb so'raydi. Keyin kichkisi nima sanlar? Lozimmi?
Balkim amroq bo'lsin, balkim qo'shiq to'ygan bo'lsa, yemasligi mumkin, shundaymi? Shunga ikki savolni ayrim-ayrim so'ragan ekan. Demak, endi do you like siz amroqmi? Do you want sizga lozimmi? Demak, endi bu ikkisi qanday desanlar, farqli. Xo'sh, hamsa bu bugungi darsimizga intayin meg'izliq, ochiqishliq bo'lgan bir necha jumla nuqtasiga qarab boqaylik. Do you want any milk? Demak, endi misharga do you want sizga ozroq nima lozimmi? Sut lozimmi? Yes, I do. Endi bunda oddiy jumlalarga nima deb javob beramiz? Deb tushunami? And also you can say yes please. Yoki takallab yursin, yes please. Desakmi, qanday desangiz bo'ladi. Yes, I do desakmi bo'ladi. Yes please desakmi bo'ladi. Qaysini desanlar qanday bo'laveradi. Tushunarlimi? Masalan, I like sports. Endi buning savolchiliklar qanday aylantirmaydi desanglar, mushning o'ttirisiga hining keyini bir dudiga yushirin yordamchi fe'l yushirin olib turdi. Bu du qanday qildi shu yordamchi fe'lni vachina chiqib, endi asosiy fe'lni chiqib bo'ladimi desang bo'lmaydi. Endi BB'dek hamda bigini olib fitna chiqib qo'ysa qanday desang qamlashmaydi. Shunga endi bu yer eng muhim nima desang dudiga yordamchi fe'l bo'ladi. Endi shu yordamchi fe'lni qanday qilamiz desang chiqamiz. Endi bu yordamchi fe'l aytdi, o'sha asga amroq narsa bu. Zaten hiçbir anlatılan kapkası yuşurnalettin fittin aşkar oldu mu? Oldu, aslında ketib oldu. Aslında ketib olgandan keyin qanday oldu desam, daz oldu. Demek ki ahir o'dan oxirlashgan fe'llarni keyingi as qatganda bunaqa i as qatamiz. Xuddi ismlarni shunda to'g'ri savollashmasan, chunki u talaffuz qoidasi bilan munosabatli bo'lg'achqa, shuni do'ning keyini bilan o'da oxirlashgan bo'lsa, keyiniga i as qatamiz. Shuna bilan nima bo'ldi? Does bo'ldi, like and yolg'iz qoldi. Shunga does he like sport? U tanarket kamroqmi? Agar yes bo'lsa, yes he does. Yo'q bo'lsa, no he doesn't. No he doesn't. Ya'ni he doesn't like sports. Tushunami? What does he like? Endi bu shuni alohida savol jumlaga aylantirsak desanglar, musharika abay degandek what, when, where, how, why degandek mush almashtirib boqamiz. Endi bu yerda bu shari faqat maskagina ham nima desanglar, hozircha bo'lgancha maskagina sport, tushunami? Agar hini o'rniga almashtirsak bo'ldi who debchi. Endi bu shari sport degan nima, tushunami? Shon what does he like? U nimaga amroq? What does she like? U nimaga amroq degan gap bo'ldi. And so what do you like? Bilan what do you want? And what do you like degan siz nimaga amroq? What do you want? Sizga nima lozim degan gap bo'ldi. And bu what do they like? And ko'plik bo'lsa, ular nimaga amroq? What do they want? And ular nima lozim? Agar egizafishni shaxs birlik bo'lib qolsa desanglar, bu shakl o'zgaradi. O'zgarib nima bo'ldi? Does bo'ldi, tushunami? Does he want? Does he like? deydi. And buni alohida savol jumlachaklar. What does he want? And what does she want? What does he want and what does she want? Okay. Yoki masalan, uchinchi shaxs ismlar. Endi bu ismlarga kelsak, vallahi shu uchinchi shaxs almashtirgan bo'lgan ismlarni shu uchinchi shaxs ismlar deymiz. So what does Lucy want? And Lucy nimaga Lucyga nima lozim? Yana birisi what does your mother want? And sizning opangizga nima lozim degan gap. What does your mother want? Onun istirtanda black coffee abaydidoq sut qo'shilmagan qahva nim deymiz balla black coffee. Shu nim derkanmiz black coffee. Ana o'rganamiz nima black coffee. Ana sut qo'shganimizning cho'risanglar white coffee. White deganimiz oq shundami? Shu nim deymiz sanlar white coffee. Black coffee, white coffee. Black coffee, light coffee. Bo'ldi sog'lashda hamsa aslanayt yaxshi takror qilinglar shu bugungi darsimizni. Bo'ldi bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. Thank you very much. Goodbye.